Ahmadjon Tursunboyev xalq orasida moliyaviy piramidasi orqali Ahmadboy laqabini olgan va jinoyat kodeksiga yangi modda qo'shilishiga sabab bo'lgan qo'sh tirnoq ichidagi tadbirkor. Dastlab Chinozda halol chorva va savdo ishlari bilan shug'ullangan, odamlarning molini ko'paytirishga yordam beradigan boy sifatida tanilgan. 2006-yildan boshlab u chorvachilikdan topgan obro'sini kengaytirib, Chinoz halol chorva va Chinoz avtohamkor korxonalarini tashkil qildi va aholidan yiliga 100% gacha foyda va'da qilib mablag' kiritishga chorlay boshladi. U sxemasini qonuniy ko'rinishga keltirish uchun MCJlar ochib, mablag' qabul qilgan har bir kishi bilan tushuntirish xat yozdirib oldi va pullarni daftarlarga qayd qilib bordi. Dastlab odamlar pullarini tez qaytarib olgan sabab unga ishonch ortdi. Natijada minglab odamlar nafaqat naqd pul, balki uy-joy va avtomobillarni ham topshira boshlashdi. Pul aylanishi klassik piramida mexanizmi asosida ishlagan. Yangi kirganlarning mablag'i eski investorlarning foydasini yopishga sarflandi. Tergov natijalarida 11710 kishi jabrlangani, yetkazilgan zarar 386 milliard so'mdan oshgani ma'lum bo'ldi. Ashyoviy dalil sifatida 13 milliard so'mdan ortiq naqd pul va 12 million AQSh dollari topildi. U qabul qilgan aktivlar orasida uy-joylar, qimmatbaho mashinalar, hatto chorva mollari ham bo'lib, ularning barchasi xatlandi va auksion orqali sotildi. Tushgan mablag'lar jabrlanganlarga proporsional qaytarilishi belgilandi. Ahmadboy ustidan sud jarayonlari bir necha bosqichda o'tdi. 2018-yil 21-fevraldagi birinchi hukmda u 13 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. 2019-yilgi sudda yangi epizodlar qo'shilib, Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A va bandlari bo'yicha aybdor deb topildi va jazo 14 yil 3 oyga uzaytirildi. 2020-yil 12-fevralda 4-sud hukmi chiqarilib, yakuniy jazo 14 yil 6 oy etib belgilandi. Jazo muddati 2016-yil 16-iyundan hisoblanishi, shuningdek katta miqdorda jarima va tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilish jazosi qo'llanishi belgilandi. Ahmadboy ishi mamlakat tarixidagi eng yirik moliyaviy firibgarliklardan biri sifatida qayd etildi va natijada 2016-yil sentyabrda Jinoyat kodeksiga yangi 181-modda 1-bandi moliyaviy piramida tashkil etish qo'shildi. Bu modda bunday sxemalar uchun 7-10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini belgiladi. Ushbu voqea katta ijtimoiy rezonans uyg'otib, minglab odamlar o'z mablag'ini yo'qotdi va bu holat O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni oshirish hamda fuqarolarning ishonchiga suiiste'mol qilishga qarshi kurash choralarini kuchaytirishga sabab bo'ldi.